Yes. Okay. Görüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemini görüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum. Hürmetlik körer anlarman. Yaxşımısınız? Men şundaq qarayman programımızga hoş geldiniz. Bugün men bu programının riyasetçiligini Fatime Seyyah hanımga ötküzüp beraman. Assalamu alaikum Fatime Seyyah hanım, yaxşımısınız? Ve aleyküm assalam. Yaxşımısınızlar? Endi sen bu programının riyasetçiligini kolunga elip programını davamlaştırsan buludu. Men senin mehmenin buluman. Köp rahmet. Yeni bir qitim salam. Körgüçüler, anlıqçılar. Ahmetcan. Bu programını men senden yine net sorularını sorğum kelip bu programını uyuşturaylı dep teklif etdim. Birinci noktadan şu ötken hafta Uyghur dünyasida eng moda bo'lgan ikki qisqa video bizning hammamizning diqqatimizni tortdi. Bu ikki video 3 kundan ichida ko'rish qitimsan 65 mingdan oshib ketdi. Asosliqi O'rta Osiyoda, Turkiyada, Amerikada, Yevropada eng jiq ko'rilibdi bu videolar. Endi mushu nemishda mush 65 ming qitim ko'rilganda mushu videolar buni nima so'zlanganda degan bu nuqtalardan albatta bu qisqa videolar nurg'un ko'rurmanlarimiz savol so'rabdi bu videoniki to'liq qismi qandaq bu nima so'zlanganda. Shuning men mushu nuqtalardan sen bilan bir paranglashni muvaffaq topdim. Qani avval bir qarab baqsaq bu qandaq video sen nima so'zlaganding? Başkalarga bolgan beqindichiligi bugünkü Uygurlarning qulluqi, bugünkü Uygurlarning başkalarga bolgan beqindichiligi, bugünkü Uygurlarning başkalar tarafidan işgal qilinishi, mustamlik qilinishi kökning söygüsü bolmaganligidandır. Qaçanki siz kökning söygüsüge qaytqanda yoki qaçanki kökning söygüsü vücudingizda midiraganda siz erkinligingizge erishsiz. Siz Uyghur bo'lasiz. İkincisini ko'rib o'tsak, Kök hozirgi tilimizdagi bo'shliqdir. Qadimki Uyg'urlar kök cho'qinganda bo'shliq cho'qingan. Qadimki Uyg'urlar bo'shliq cho'qinganda söygüge cho'qingan. Boşluk ular üçün söygü idi. Boşluk şuna Tanrı idi. Köpten köp rahmet. Bugün asosliqi bir necha savollarni markaz qilib mushu suhbatimizni elib boramiz. Avval men tomoshabinlarga mushuningdan bir tayyorlik qilib qo'yish uchun bu bir necha savollar, qanday savollarni cho'rdaymiz yana bir deb o'sam.
Birinchisi, sen videoda aytgandek, boşluqning so'zini, boşluqni aytding, Tangrini aytding, qadimgi Uyg'urlarni aytding. Andan keyin oxiriga kelib so'ygi bo'lib to'xtadi. Andan vujudimizda so'ygi yoki boshliq medirganda, ko'k medirganda bizningki erkin bo'lganligimizni aytdim, Uyg'ur bo'lganligimizni aytdim. Bu yerda hozir 7-8 mushu muhim so'zlar aytildi. Endi mushu har qanday bir tema kirishda shu so'zlarningki nimaligini avval bilishimiz kerak. Ham shu so'zlarning nimaligini bilish jarayonida bizningki dialogimiz tabiiy yo'sinda yurishib ketadi. Shunlashqa tomoshabinlar, ko'rurmanlar, biz bugun so'ygi, ko'k, bo'shliq, tangri, Uyg'ur bo'lish, erkinlik, vujudimizda midirash degan mushu bir necha nuqtalarni ko'rdigan holda bugungi Uyg'urlarning qulluqi, bugungi Uyg'urlarningki boshqalarga beqadamchiligining qanday bo'lib shu holga kelib qolganligimizni ham bundan qutulish uchun buniki qutulishninki yo'lining nimaligini mushuni Ahmadjon bilan dialog qilib o'tamiz. Ahmadjon, birinchi savolimiz biz keynidan so'rab boraylik. Sen butun narsani eng oxirga akilib so'ygi debsa, so'ygi degan nima? Söygü degan so'zninki lug'at ma'nosi hammamizga ayon. Masalan, bu söymek fe'lidan kelgan. Söymakninki harakat nomi, undaqcha aytganda so'ygi. Biroq bu so'ygining bu lug'at ma'nosi hozirgi zamon Uyg'ur tilida qadimgi Uyg'urlar ko'zda tutgan so'ygi emas. Ya'ni qadimgi Uyg'urlar so'ygi degan vaqtida biz hozirgi Uyg'urlar qo'llanayotgan yoki ishlatayotgan so'ygi so'zining ma'nosini bildirmaydi. Chunki hozirgi zaman Uyg'urlarining tilidagi so'ygi u yaxshi ko'rish. Ya'ni anadan keyin u yana bir tarafdan er bilan ayol o'rtasidagi shu ikki jinsning o'rtasidagi hozirgi zamonimizga kelganda masalan shu hamjinslarninki nima deymiz, erkinligi, hamjinslarning huquqi e'tirof qilinayotgan bugungi dunyomizda hamda yanala o'xshamagan ikki jins deb shu shaklda so'ygini cheklab olsaqmi bo'lmaydi. Ya'ni ikki inson o'rtasidagi yaxshi ko'rishni, yaxshi ko'rib qolishni shuni ko'zda tutadi bugungi zamondagi so'ygi so'zi. Lekin qadimgi Uyg'urlarninki so'ygi degani bu emas. Qadimgi Uyg'urlarning so'ygi degani u bizningki klassik shoirlarimizdan masalan Gumnamni olsak yoki shunga o'xshash bizning klassik shoirlarimizda so'ygiga qandoq ta'bir berganligiga qarasak, u jon. Ya'ni sening jining, mening jinim bir jon emasmi? Sening uchun mening jinim qurban emasmi degan mushu beytda so'ygi ifodalanadi. Ya'ni ikkining o'rtasidagi so'ygi. Lekin bu ikkining o'rtasidagi so'ygi biz biroz burun eslatgandek masalan ikkining o'rtasidagi yaxshi ko'rib qolish yoki bu boshqa narsami desa, bu yerda shoirimiz aniq deydi. Ya'ni uning jonning birligi ekanligi. Ya'ni bu so'ygi men bilan sening birligi. Ya'ni ikkimizning birligi. Bu birlik nima? Bu birlik bizning shoirlarimizning nazarida jon.
Yani canның birligi. Yani mening jinim, sening jinim, uning jini, hammamizning jini bir can. Mana Yani Fransiyanınki şairi aytgandek men özge degan o'xshash gap-ku. Amir Albatta. Xusrav shundoq deydi. Elbette, elbette. Yani Fransa'nınki Rambo şairi I is another İngiliz tilinde deydi. Yani men özge degan. Şu yani men özge degeni men sen. Sen men u sen, u men, hammamiz bir. Muşu birlik, bu canның birligi mana muşu söygü. Demek söygü muşu bir, muşu bütün. Yani hammamiz aşı birinin içinde. Aşı bir hammamizni öz içine alır. Muşu öz içine eliş. Xuddi ananın balını qo'yniga elishiga o'xshash. Muşu öz içine eliş söygüdür. Demek söygü hammaning ikkiningla emas, hammaning insonlarningla emas, bütün mevcudatning, mahlukatning, şeyilerning, muşu kainatdaki hammaning birde bo'lishi. Mana muşu söygü. Sen Qadim Uyg'urlar eskertken söygü mana muşu ma'nisi. sen yana bir videoda shundoq deb aytib ekansan, yana bir qisqa videolarni ko'rib o'tsak, Uyg'urlarningki söygü degan bu so'zga texmo aniq bir tuyib o'zi tuyib taqqan bir aslimizini bizning Uyg'ur ko'rarmanlarimizga eslatib o'tish uchun bu qisqa videoni qo'yib o'tsak. Alaylık 14-15 yaş, 16 yaşlara kirgen üsmürlerini desek, ularda söygü yitilişke başlaydı. Lekin bu söygü ulanın köңlede. Bu söygünün objekti yok dehi. Lekin bu söygü var. Bu söygünün objekti her kim bulalışı mümkün. Lekin söygü, köңüldeki söygü, bu söygü objektin burun mevcut buludu insanda. Yani köңülde mevcut buludu. Şuna Uygur tilda köңülü düştü deyimiz. Söygünü köңülü düştü deyimiz. Birisinin yeni biriga köңülü düşüp doğdu. Demek söygü köңüldeki söygü. Söygü bo'lganda köңül düşüdü. Bizde köңlü köksü keng adamның köңlü köksü keng bolsa onunğa alam sig'idi deydigan gapimiz bor. Köңlü köksü ta bolsa onunğa teriqmi sig'maydi deydigan mushu gapimiz bor. Endi mushu 14-15 yaş vaqtlarimizdagi biz özümüz tuygan, vücudumuzda midirgan, lekin biz nimaning midirawatganligini texi bilmagan, kimiga yoki nimaga midirawatganligini texi bilmagan mushu angsizlik mushu söygününki bizning bizga özünü tuydurishi desek bo'lamda. Elbette, elbette. Aşu sen hazır eskertkendek yine yani aşu söygünü his qilishimiz, hozir tilimizda söygünü his qilish deb turaylik. Yoki ko'nglimizning tushganligi, lekin kimga tushganligini bilmaganligimiz. Yani mushu söygününki midirganligi vücudumuzda. Midravatganligi. Vücudumuzda deganda Uyg'urlar uni ko'ngilda deydi. Ko'ngil Uyg'ur tilida yeni bir ma'nosi, ko'ngilning Uyg'ur tilidagi yeni bir ma'nosi bütün vücudumuz ko'nglimiz. Vücudumuz larzaga keldi, yani vücudum larzaga keldi deydi. Yurkim çıpırlap ketdi deganda vücudum larzaga keldi deymiz. Şimdi mushu midrash söygünün midrashi. Bu odatda masalan men biraz burunqi nimada videoda aytgandek o'smirlik chog'dan boshlanadi. Yani belki mening tajribamga asosan va o'qigan ko'rganlarimga asosan men uni
13-14 yaşlarda 13-14 yaşlarda başlanışqa başlaydı dep oylayman. Bulup mu bu yaş yani oğullarda erlik hormonunki yetilişi, ayan boluşu kızlarda, mesela kız ösmerlerde olanınki ne deyimiz, biz balagat geçişi dep koyumuz mesela. Şuningdek bir xil Freud'un tili bilen ifqawda bir xil libidonun hareketga kelishi vücutda. Muşu bizning qadimgi Uyg'urlar buni endi shu söygü muşu deydi. Çünkü bu bu nima desa sen suysa, sen söygü his qilsa, söygü vücudunda bedravatı lekin bizning söygü degan vaqtidagi bizning an'anaviy tushunchimizda uning obyekti bo'ladi masalan. Ya'ni birisini suyib qolgan yoki ko'ngling birisiga tushibdi. Biz onalarimiz deydi, "Voy o'g'limning ko'ngli ma qizga tushib qopti" yoki "Qizimning ko'ngli ma o'g'ilga tushib qopti" degandek. Shunga o'xshash endi bu obyekti bo'lish kerak, lekin bu o'smirlarda söygü vücudida medraganda obyekt olmaydi söygü. Demek bu nimeni bildirdi deganda şu söygü ma'lum bir narsaga emas, o'zgiga bo'lgan söygü. Yani o'zgiga. Yani men degan shu o'zlikning imtidadi, deymiz, kengayişi, extension, Echilishi, geçilişi, ötüşü, çıkışı, yani muşu hemmesi nima desem sırtqa, özgige bo'lgan bir xil echilish sen degandek, ya bo'lmasa bir xil o'tish, ya bo'lmasa uning bilan nima deymiz tutishish. Lekin bu tutishish nima deganda bu yani o'zga. Bu o'zga eng avval yani şu ösmürlük çağlarınki şu vücudda söygü medragandan başlagandan tartip bir az vaqt ötkende ananınkin bu obyekt belgelenişke başlaydı. Söygü yüzlönüdü. Ma'lum bir gevdige, bir özgügü yüzlönüdü. Muşu yüzlengen vaqtida o qandaq şekilde gevlenüdü ifadelenüdü dese bir adam. Mesela oğul balı olsa bir kız balı. Kız balı olsa oğul balı süpüde muşundaq şekilde gevlenüdü. Ameliyette boğakның onunun eşigi bo'lgan intilişi yoki ishtiyaqi yoki sevinchi asli u. Nima desa, chunki boğak nima süpütide, nima deymiz, baliyatqidagi ashuliqi, nima hamil süpütide nimadan ayrıldı o, mesela eşten, ananın eşidan ayrıldı. Muşu ayrılış söygünün yo'qolishi. Yani söygü muşundaq yo'qoludi. Endi bu söygü qandaq şekilde bu vaqtda mavjud bo'lib turadi desa, seg'inish shaklida. Shu ashki bo'lgan onaning baliyatqisi, onaning badaniga bo'lgan mushu seg'inish shaklida söygü gevlenadi. Shunga o'xshash endi bu o'smirmi bir seg'inch his qiladi o'zida. Bir seg'inch. Lekin bu seg'inch nimaning seg'inch? Asli. Bu birga bo'lgan seg'inch, butunga bo'lgan seg'inch. Yani şu bütünni biz keyin so'zlashimiz bu haqda Tangri deb ataymiz, o'sha Tangriga bo'lgan seg'inch bu asli. Tangriga bo'lgan sevgi, lekin mushu seg'inch anandan keyin ma'lum bir odamga, o'g'ilga yoki qizga bilan gevlenib tamamlanadi endi. Yoki bo'lmasa birlashish hosil bo'ladi. Birlik hosil bo'ladi. Ben bu noktadan ben o'smirlik çağlarımda 14-15 yaş vaqtlarımda
Tagore'ninki nəsrlərini oxuğa vaxtımda Gitanjali degəndək nəsrlər, biz nəsr dep atğan şu çağlarda. O kişininki mundaq deydigan sözləri var. Yəni mening sizlərə bolğan söygüm xuddi daryadək məngə iqib toxtamaydı. Mening sana bolğan söygüm davamlıq çıxıb turdu. Mən sizni davamlıq söymən dep. Şu vaqtlarda sen degəndək mening o söygüm bilqi vücudumda midirgan. Biroq onunki obyekti bir o'g'il emas yoki bir narsa emas. Lekin men Tagore'ning şu so'zlarini tuyma. Nim deyotganligini sen tushundirib bersan, men tushundirmayman, biroq tuyma. Şu çağlarda mening kundalik xotiralarımga shunaq yozgan xotiralarim bor. Men seni davomli sig'inaman. Men seni saqlayman. Sening meni saqlayotganligingni bilaman yoki men seni degandek mushu bir natonish, noma'lum birga intilatdim. Biroq uni sinfimdagi bir o'g'il bo'lmadi desam, hargiz mumkin emas. Qandoq u bir odam bo'la oladi deb shu vaqtlarda shunday tuyatdim. Endi Tagore Hindistonninki adam ilqi yozuvchisi ekan. Sen bizga Uyg'urlarninki ko'ngli tushadigan bu gapini deding. Balkim boshqalarmi shuningga o'xshash gaplarni qildigandi. Shuningga nisbatan sening yana bir qisqa videolarni esimga oldim. Shu qisqa video qarab bilsak. Levanning dangliq bir naqshchisi var. Ayol naqshchisi Feyruz deydigan. Bütün Arab devletlerindeki xalqlarning hammasi Feyruz degan bu naqshni to'lim suyib anglaydi naqshlarini. Mushu Feyruzninki bir naqshida mundaq bir ikki misra var. Müşahede to'xtab shu naqshni anglab baqaylik qani. ما بعرف لمين ليلي بيخطفني من بين السهرانين أنا عندي حنين ما بعرف لمين ليلي بيخطفني من بين السهرانين بصير عندي حنين Endi ما بعرف لمين deydigan. Bunun Uygurçası mende bir seviniş var. Lekin kimge kim bilmeymen deydi. Yani könglimde söygü var. Sevinç söygünün yeni bir atılışı. Lekin bu söygünün kimge ekanligini men bilmeymen. Feyruzning bu naqshini sen bizga yana bir qatam yechib bersang, Tagore bilan o'xshash gap qilyaptamdi. Bizningki yurga uyg'ongan Uyg'ur o'smirlarga o'xshash gapni qilyaptamdi. Ya'ni Arab millatimi Hindistonning hindu yoki boshqa millatlarmi Uyg'urlarmi o'xshash gapni qilyaptamdi. Shuni bizga bir yechib bersang. Feyruz Levanlık naqshchi. Levan'ninki medeniyeti de, yani Avrupa adetleri de, yaşaş usulü da mesela bula keçileri cık tüneydi. Levanlıklar. Bulup bu nerede tüneydi dese ögüzlerde. Yezi kışlaklarda ögüzlerde. Yezilarda. Nimi de şehirlerde balkullarda tüneydi. Balkulları şungulanın da kendiri çoğun buludu hem de. Öldürünün balkulları. Şu yerde tüneydi. Hem de bu Feyruz'un bu şehirde bir küçük bala yaki bir küçük kız bala yaki oğul bala eğitip atkandak bu nakşın hem de. Bu nakşınınki nemesi mesela mende bir sevinç var. Lekin onun kimge ekanligini bilmeymen. Her gitsi tünügellerinin ağrısıdın meni her gece tünügellerinin ağrısıdın meni ep kaçıdı. Meni uzak mangdırdı, yırak yıraklığa apırdı.
Lekin kimga ekanligini sevishning bilay desammi, yeni sevishning kim ekanligini bilmayman deydi qanday. Aytdi, romantik emas, haqiqatan mushu obyektga noma'lum bo'lgan ash intilishni aytdi go'zal ifodalab bergan bir misralar ekan. Bu misralar yana sening ilqi Shamalmu ismini unutib qoldim. Bir she'ring asıltib qo'yding aytdi, chiroyli bir she'ring bor, sening o'ziga chiqib yotadigan. Bu nadin keldi, nega bordi deydigan. Ash tuyg'uni asıltib qo'ydi bu narsa. Ya esingda bo'lsa, shu deklamatsiya qilib bergan bo'lsang. Tamamen nimaları esimde yok, lekin yani her günü keçisi, ma'nisi hamda her günü keçisi akşamı Shamal ögüzüge chiqib mening yonimda so'zlab yotadi hamda. So'zlab yotadi va mundaq o'ylaydi. Nadim boshladi? Nadi tugaydi? Nima istaydi? Yani bunun ish qaysini bilmaydi Shamal. Sonra o başlangan yerini mi bilmeydi, tugaydigan yerini mi bilmeydi, hem muşu seprede nima istiganligini mi bilmeydi. Mana muşu nayti yaxshi eskertding sen, söygü şu. Muşu söygünü hozir biz bir universallikniki rasmini chizyapmiz, ya'ni bu yerda har joylardagi Fransiyada bo'lsin, Hindistonda bo'lsin, Livanda bo'lsin, Sharq Turkistonda bo'lsin, o'xshamagan tillardagi odamlar o'xshash bir gapni qilayotganligini deyapmiz. Buningda men bir kitobni anglamanlikda tavsiya qilaman. Bir Yahudi donliq shoirniki Jerome ismi, to'liq ismini unutib qoldim. Jerome'niki bir kitobi bor, ya'ni Technicians of the Sacred deydigan, ya'ni muqaddasning texniklari deydigan bir şiir toplumi kitap var. Nait isl kitap bu. Bütün qadimqi zamandaki İğiz edebiyatının şiirlerinden tartib taki hozirgi zamandaki eng yeni modernizm edebiyatınınki şiirleriniki bütün eng yüksek namoyanda namunalarni shu şiirlar toplumuga kirgizgan. Tomoshabinlar qiziqsa, biz shu videoni ostida qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ismini Technicians of the Sacred. Bu inglizcha to'plam. Shu to'plamda seninki shu Shamal, shu she'ringni, shu Jerome, shu she'ringni tanlagan. Bu shu bütün Osiyolikninki nayti az tanlangan Osiyoninki davlatlardan. Sening shu she'ring shu Osiyoninki shoirlarininki vakillarining biri bo'lishib turgan shu she'ringni tanlagan. Men o kitobni o'qigan vaqtimdan Jerome'ga haqiqatan qo'l qo'ygan, chunki o she'ringninki mayli uningki mazmuni bo'lsin, ya'ni shu jonga bo'lgan, ya'ni shu jonninki angsizligi nayti yorqin, nayti chuchuk, nayti tatliq, nayti eng bulg'anmagan, mening so'zim bo'yin. Men ashtaqdayman, bulg'anmagan shaklda shu sevgi, shu universallik, shu jon aslında ifodalangan. Ya'ni Jerome buni o'qibla tuyib olgan. Mushu isimga kelib qoldi. Bu sevgi to'g'riliq. Endi sen nayt muhim bir nuqtani deb o'tding. Ya'ni bu sevgi demak hammamizda bor bir narsa ekan. Albatta. Hatta biz ayni narsa shu, ayni bir narsa. Ayni bir narsa ekan shu. Ana lekin biz shu opamizniki qo'sqidagi vaqtida biz buni biladiganmiz, tuydiganmiz, eslatadiganmiz. Albatta. Ana lekin buningdagi bir muhim nuqta 14-15 yosh vaqtlarga kirgan vaqtimizda shu sevgi qimirlashga boshlaydi ekan. Ya'ni buningda bir o'zgarish bo'ldi ekanda. Ya'ni shu sevgi bizning vujudimizda garchi bo'lsa-mu, lekin shu borliqni, shu aslidagi aynilikni tuyish uchun, bilish uchun ma'lum bir vositaga bizningki yordamimiz bizga yardım kerak bo'lgan o'xshaydi. Belki
biz mushu söygü to'g'riliq nurg'un qitim paranglarni ibaduq mushu mayli seni alqissa degan programmangda bo'lsin yoki men shunday qarayman deganda biz nurg'un qitim söygü to'g'riliq so'zlashdik. Lekin mening qarashimda anglag'uchilar, ko'rarmanlar texi biz deyotgan söygüning nimaligini texi tuymadi, texi his qilmadi. Xuddi biz bir cheklangan bir mevani tomoshabinlarga sunayotgandek bu söygü degan odamlarni buzib cho'p o'zininki axloqidan yoki bo'lmasa dinidan yoki madaniyatidan yoki urf odatlardan chiqariladigandak mushundaq bir qo'rqinchni sezimaman, mushundaq bir ilqi terrorni sezimaman bu bizningki anglarmalarimizdan. Mushuningga nisbatan ilqi sen bir shoir, men bir shoir. Gerçi bizning beshimizdami boshqamish Uyg'ur ko'rarmanlarga o'xshash nurg'un issiq sovuq o'tgan, o'xshash bizningki kechirishlarimiz o'xshaydi. Bizningki taqdirimiz o'xshaydi. Nurg'un issiq sovuqlar o'tgan. Lekin shundoq bo'lsa-mu, sen shuni yana tuydi ekansan, shu söygü to'g'riliq yana to'xtamay shuni so'zlab kelsa, men bu shuni gerçi sendek so'zlayamsan, lekin men uni tuyishdan har vaqt to'xtab baxmadim. Bu yerda sen men olaydim-u, biz alaydı emas. Lekin bu yerda ma'lum bir balkim farq bo'lishi mumkin. Mushu farqning nimaligini sen bizga agar o'ylab bakkan bo'lsang, mush farqning nimaligini deb bera olamsan? Sen seni eskerttin. Mesela men biladigan şairlardan yine mesela bizning Merdan Ahateli. Onun başka yani bizningki vatandaki hazır türmelerdeki ya koması ölüp ketken şairler dostlarımız mı var mesela? Mesela Hoca Muhammed nayet ülgülük bu hemdi. Hem bulanın hemmisi yani biz hemmeylen bunu kandak bildik. Yani muşu söygü kandak kılıp bizge yitip geldi. Muşu söygü düşüncesi. Ameliyat o bizde bağ. Lekin biz onu tuymadık, bilmedik. Çünkü hazır mutlak köpsandık Uygurlar bilmeydi bu söygünü. Bilmeydi. İçinde bu midirgan bolsa mu bazı vakitlarda mesela sen esketgendek mesela ösmür çağlarda midirgan bolsa mu bu bir xillilik huva əslimidək yoxab ketken ularda. Şuna olan bular bu söygüsünü unutkan. Lekin bizde var. Nima için biz unutmadık? Yani biz əsliyəlidik bunu degan vaqtda bizninki bu tərifimiz pek mühim bir narsa bilan bağlanıdı hazır. Nima desa milletin söygüsünü, Uygur milletinin milli söygüsünü, muş bizde vatkan muşu birinin söygüsünü, Tanrı'nın söygüsünü, boşluğunun, kökünün söygüsünü hazır hikayeçi sen, men ve Merdan, Hoca Muhammed'e okşa şairlığa yetkizgenler yine muşu milletin şairleri. Muşu şairler... Bu gipin hakikaten men muşunu özümden şahsi keçirmişimiz anla tomoshabinlar o'rtoqlashib o'tib, bu yerga gapimni bo'lib o'tdim. Ya'ni men 12 yosh vaqtimda menga bir shoir mushu jonning fikrini olib kelgan. U shoir sendan. Lekin sening kimligingni bilmaydim. Ismingni muhim emasdi. Nadiliging, nimaliging men uchun muhim emasdi. Faqat sening shu she'ring, bir kupletni aytib qisqa. Mumkinsiz o'lja degan she'ring. Ya'ni har kuni sahar ovsidan chiqdi yo'llar ovlashqa meni. Məxluq mən üçün sual öner manğan izimdin. Mana muşuna 12 yaşlıq bir qız Qashqarda osmon qarab ketib bir kitobxona kirib muşun o'qigandan buyon shuni mushu uchurni izlab mandi. Nega manganligini bilmaydi, lekin mushu uchurning borligini biladi. Bu uchurning nimaligini bilmaydi, biroq mushu uchurni tuydi. Haqiqatan sen degandek men buningga o'z hayotim bilan guvohlik bera olaman buningga. Hem de muşu şiirler, hem de lekin bizden Uygur medeniyeti, Uygur kültürü de hem de şairler çok bilinmeydi.
Şuna mesela bizninki hazırkı ziyalilerimizmi bizning medeniyet tariximizni, kültürimizni sözlüge vaqtida şairlarga bo'lgan pozitsiyasi alayda nachar. Chunki ular shoirlarni bir xil faqat hissiyot bilan aloqali munosabatlar aloqa qilishadigan, faqat hissiyot bilan bo'lib ketgan, ba'zida nima deymiz, sarang ve yaqinroq mundaq odamlar. Yani ularning so'zligini reallik emas, haqiqat emas, xiyol, ham xiyol, shunaqa narsalarni so'zlaydigan deb qaraylar. Amaliyotda Uyg'urning shoirlari, Uyg'urning emas, butun millatlarning dunyodagi shoirlari shu millatninki ruhini saqlab berdi, shu millat, shu xalqqa. Shunga Uyg'ur shoirlarimi bizga Uyg'urlarning milliy ruhini, u bo'lsin sevgisini bizga saqlab bergan, bizga yetkazib bergan. Endi hozirgi Uyg'urlarning kichikdan 7 yoshdan 70 yoshgacha Uyg'urlar biladigan pek muhim so'zlar, ikki so'z var. Biri masalan hicran, yeni biri visal. Hatta o naqshlarimizdimi, hatta bizning shu maktab yüzü ko'migan, bir qur nas o'qimagan, hatta o'qish yozishni ancha bilib ketmaydiganlarmi masalan bu ikki so'zni ajoyib jiqishiltirdi, naqshlarni ishiltirdi. Hijroningda visalim deb degan aytib ketadi mushdaq. Mushi hijron bilan visal. Mushi ikki so'z bizning klassik shoirlarimiz hammasi degidek ishlatgan so'zlar. Bu nimening hijroni, nimening visali. Hozir endi sening mushu savolingga asosan buni ichib berishimizga to'g'ri keldi endi o'qirman ko'rarmanlarga. Bu biraz burun biz aytgandek boğaq ananing bolayotqusida. Yani ananing ichida. Yani u ana bilan bir. Yani boğaq bilan ana bir. Mana mushu birlik boğaq tug'ilgan vaqtida bu birlik yo'qab hijron boshlanadi. Hijron. Mana mushu hijron. Boğaqning tug'ilishining o'zi hijron. Yani boğaqning hijroni. Endi mushu boğaq, so'rag'ini. Endi mushu boğaq, mushu hijron bilan bo'lsa-mu, yine onun da sevginci buludu. Söygü buludu. Yani visalga telpiniyordu. Anının visalga telpinip durdu her vakit. Şuna onun sizi anısını tanıyordu. O bu vakti mesela akıl yok, an yok. Hiç nime yok bu vakti. Lekin nime var bu vakti? Sevginç boğandikin, söygü boğandikin, anısı bilen boğan birlikiden ibaret bu es saklanıp kalgan bu vakti. Muşu es söygü şekilde saklandı. Şuna boğaq anısını tanıyordu. Çünkü o boğaq anısının işteki vaxtıda anısınınki yürek sokuşlarından tatip, nefeslerden tatip, anısının hücrelerinin hareket, hemmisi bilen bir boğallık için anısını tanıyordu. Şuna anısıga boğan telpinişi, boğaqның sevginci, mana muşu boğaqnınki visalga intilişi. Yani hicran yüz bergandan keyin visalga intilish. Mana muşu hicran bilan visal söygünün yani yarının hicrani ve yarının visali. Endi bu visal qandaq yüz berdi? Hicran yüz berdi. Hicran yüz berdi. Şuna mutlak köp sandık Uygurlarımız hazır söygünü bilmeydi çünkü hicran yarını unutturdu. Ula yarını unuttu. Muşu hicran bilen ula yarını unuttu. Muşu yarını unutkandikin ula da söygü kanmadı. Söygü kanmadı emas, bu söygü bağ ulanın vücududa, lekin uxlap qalgandek jim jitlik qilib, stillness, jimiqqan holatda
Midirmagan. Aşı midiriş gerek. Aşı midirsa bu Uygur hicranını eslaydı. Hicran boğan vaktini eslep, anından keyin visalga intildi. Yarının visalga. Mana muşu hicran birden ayrılgan. Mana muşu visal bir bilen birleşken. Mana muşu hicran bilen visal. Muşu Uygur tilideki en stratejilik, en köp kullanılan sözler, iki söz, yine en hata düşünülmeydiğen sözler iki söz. Ben bir yerde keçirsek gibi bölettim. Ben bir yerde yani bir mühim noktani sen dedin bizning o'xshamaydigan yerimiz bizga shoirlarninki uchur yetib kelgan biz söygümüzni yani tuyup turgan unutib qolmagan deb. Mening nazarimda söygüni odamga unutildirdigan, yani hijrondan chiqolmaydigan, hijronda tug'izadigan bek mühim, yani söygüninki söygünü besib oldigan bir narsa bor. U bo'lsa qo'rqinch. Elbette. %100. Qo'rqinchning tegi yolg'ondan kelgan, ya'ni yolg'onchilik. Bu nima degan vaqtida, ya'ni u qo'rqinch agar islom dinininki so'zi bilan aytsak, shariatning so'zi bilan aytsak, u shayton. Ya'ni shayton endi bizningki söygimiz bilan, ya'ni hijron bilan visolni ayırıp turadigan, ya'ni bizni hijronda davomli tug'izib qo'ymoqchi bo'lgan bir narsa. To'g'ri, albatta. Endi bu shayton ham shu musulmonlarninki o'zi desam bo'ladi. Ya'ni shu shaytonga ijod yoki shaytonga döngaydigan. Chunki biz onamizning qo'sqidan ayrildik. U hijron bizga mushu bizning gaplangan mushu vaqtimizdagi hijron. Mushu hijrondan mushu vaqtimizda visolga yetishimiz kerak. Mushu vaqtda visolga yetgan chog'da anandikin hijronning qo'rqinchi yo'qaydi. Ya'ni bizning söygüge bo'lgan qo'rqinchimiz yo'qaydi. Söygüni biz unutib qolganligimiz yana bir tarafdan bizni söygüdan qattiq qo'rqaydigan qilib qo'ygan. Biz Uyg'urlarda yaxshilik yarashmaydigan degan gap bor. Bu nihoyatda mo'ji gap. Biz nurg'un vaqtlarda insonlar psixologiyada negativity bias deb qo'ydi. Ya'ni insonlar eskilikka, yolg'onga, chuvilgan narsalarga shu qadar ko'nib ketganki, sen uni yaxshilik deb turay endi. Sen uni bu tutunga, chuvilmaganga, söygüge qaytirib aklaydisan, bu bektas. Buning ta'siri shu, chuvalchaqninki, shu buzilib ketganninki, shu shaytonninki seni birlikka qaytsang, shu qaytishdan qo'rqinchi, shuningdan qo'rqitdi. Bu qo'rqitish endi shariatning tilida, Qur'onning tilida emas, yana shariatning tilida nima bilan ifodalanadi degan vaqtida bu dunyo u dunyo deb, sen yana bu dunyoda sen shunday yashab o'tib ketsa, sen mangu hijronda, sen bu dunyoda. Endi dunyoga borgan chog'da anandikin shu vaqtda visolga erishsa, lekin u chog'da mush dunyoda shariatga bo'ysunib yashagan bo'lsang, u dunyoda visolga erishsa. U dunyodagi visol nima? Ikki narsa. Ya'ni ikki narsa. Rabiyaning so'zi bilan aytgan vaqtida u jannat bilan do'zaxni ko'ydirib o'taman deydi. Ikki narsa. Birisi Allohningki chehra, ya'ni jamolini ko'rishga muyassar bo'lish. Shu visol shu. Yana birisi endi payg'ambarninki, ya'ni Allohning elchilarininki ular bilan jam bo'lish. Yoki o'ziga o'xshash, ya'ni o'ziga o'xshash odamlar bilan jam bo'lish bu. Jam bo'lish mana bu visol. Lekin bizga shariat bizni bu xristian dinida shundoq, bu nimada shundoq, bu islom dinida shundoq, yahudi dinida shundoq, agar Uyg'urlar dinlar shundoq bo'lsa, agar dinlar ishonmaydigan ateistlar bo'lsa, u texmo qo'rqinchli. Hech bo'lmasa dinga ishonadigan odamlar hech bo'lmasa bir visolga ishonadi. Kerak bo'lsin ish qilib bir visol bor deydi. Endi ateistlar agar o'zining ro'yini, jinini unutib qolgan bo'lsa, ular bakli bichorlik tushib ketadi ham bo'ladi. Ateistlar hatto birini unutib qolgan emas, birining borlig'ini butunlay inkor qiladi-da bular.
Demek ularda o sen hazır degandek ularda da visal şehveti yok ularda. Albatta. Mushu qo'rqinch, ya'ni mushu sen yetenmeyse onunla yetenmeyse endi şeriatdagi musulmonlar sen bu dunyoda yetenmeyse o dunyoda yetsen deb yolg'on so'zlaydi. Doğru. Anadekin başqa jiq odamlar yetenmeysen deydi. Buni haqiqatan bunun nemishqa bunday qo'rqinch paydo bo'ldi deganda bu odamni bu so'ygi odamni ko'ydirib turadigan o't. Ya'ni ichidan gurildab turadigan bir o't bu. Buni ular bir narsani so'zing qatib qo'yay. Yani bu qo'rqinchninki kelib chiqishiniki nimasi sen hozir mushu deyatsam mushu siyaq mushu kontekstda mushu oramda Geponing oramida buni deb o'tish to'g'ri keladi. Visolga yetish uchun yani nima deymiz hijron qanday yuz berdi degan vaqtda u ayrilish emasmi? Hijron degan ayrilish. Yani bu vaqtninki anadan ayrilishi. Bu vaqt mush anadan ayrilayotgan vaqtida bu o'zlik bo'ladi. Yani özü buludu. Bu vaqt özü buludu. Anısı emas, özü buludu. Ma birlikni yo'qotib, ayrilib, anısıdan özlük paydo bo'ldi. Da mushu özlük hijronni keltirib chiqardi. Hijronni saqlab turadi. Endi mushu özlük yoki mushu bu vaqt, mushu hijrondagi gavda endi yana shu bir bilan yoki ana bilan birlishdan ibaret mushu visolga yetish uchun endi o'zlik o'lish kerak. O'z yo'qolish kerak. Mushu o'zning yo'qolishi har bir o'zlikni qo'rqitadi. Titirtadi yani. Qo'rqinch. Yani men yo'qolsam anandan keyin anam bilan birlashid ekanman deydi bu vaqt, ayrilgan bu vaqt shuning bilan bo'ldi anasidan birlashmasin o'zini saqlab qoladi degan gap. Shunga endi bu o'zini saqlab qolish uchun shu qadar tug'izdi. Ya'ni nima shu qadar qo'rqitdi o'zini yo'qotishdan. O'zi yo'qolsin. O'zlik chunki u mundaq chiqib aytgan vaqtida hijron yuz berib, sevginch va sevgi sen deganda ko'milib qolib, uning vujudida nim qilgandan keyin, anondan keyin buningda faqat davomli bo'lib turgan va davomli ko'ngan nimasi buningki shu o'zi shu. Bir emas, ana bilan bo'lgan birlik emas, o'zining ayrimligi. Mushu ayrimlikqa chin esiladi bu endi. Chunki mushu ayrimliklar uni qilib turdi-da, ya'ni o'zlikni o'zlik qilib turdi, baqib turdi, mavjud qilib turdi. Amaliyotda shu o'zlik bo'lmasa, bu ayrimlik bo'lmaydi, yana birlik qaytadigan gapda. Shunga Alisher Navoiyning masalan Alloh bilan birlashish uchun o'zlikingni yo'qotishing kerak, o'ltirishing kerak degan gapi bu shu. Ya'ni Alloh bilan birlashish, bu vaqtning ana bilan birlashishda, endi shu o'zlik yo'qolmasa bo'lmaydi. Endi bu shu o'zlikning yo'qolishi yoki o'lim, bundaq şey qiladi. Bu eng qo'rqinchli narsa. Qo'rqinch shundan keldi. Men bu yerda nayt amaliy bir savolni so'rayman. Buni cho'qim ko'rmanlarmi, o'qirmanlarmi deb o'ylaydi. O'zligi yo'qolsa, odamningki mustaqillik irodasi yo'qolib ketadi. Chunki biz nurg'un narsalarni shu o'zlik, ya'ni o'zimiz bilan shuni saqlab turgan bizni, ya'ni biz deganda biz nurg'un vaqtlarda o'zligimizni ko'rsatamiz. Bizni saqlab turgani, masalan, Uyg'ur millatida biz oldin qitma deb o'tdik. Mening vatanim Sharq Turkiston, millatim Uyg'ur, dinim islom dini deganda, ya'ni o'zlikni tashkil qilgan o'zlikning tarkiblarida nurg'un narsalar bo'ldi. Shu narsalarni atalmış yo'qotib qo'ygan vaqtida nega berib nega turadiganligini bilolmaydigan shunday bir qo'rqinch paydo bo'ldi. Mushu o'zlik, ya'ni agar sen degan mushu o'zlik yo'qolib ketsa, biz jangovarligimizni yo'qotib qo'yamdik yoki biz boshqalarga bo'zak bo'ladigan, ya'ni mening deydigan narsalar yo'qolib,
nim qısang meylan deyilgan ilqi Buddha dininin aslında emas, Siddharthaning Buddha dininin undaq emas, lekin o Buddha dinini din qilib olgandan keyin o'zgarib ketgan, ya'ni o'ng taskim bo'lsam, sol taskimni tutib turman deydigan mushundaq ilqi. Ya'ni biz ilqi undaq mijiq ilqi deyilgan odamlarga aylanib qolamdiq yoki bu o'zlikni yo'qotish bizni ilqi nochi, mustaqil, shu jangovar odamlarga aylantiramdi. Mundaq o'qitish bilan so'zlayli, texmi aniq bo'ladi ko'rarmanlarga, anglarmanlarga. Abay ona bilan bovoqni misolga oldik. Hozir shu ona bilan bovoqni biz nimaga o'xshataylik hozir desa, millat bilan individualga. Millat bilan bir shaxsga. Shu millat o'zini shu millatga men tava degan shu shaxsga o'xshatsak, millat ana. Şahıs bu bovoq. Endi bu şahs bilan bu millatninki hozir Uyg'urlarni deyapman. Hozir Uyg'urlar emas, hatto hozir Amerikalikni olsang, har qanday Yaponlik, Germaniyalik, Turkiyalik kimni olishingdan qat'iy nazar, şahs bilan millatning o'rtasidagi hijron mavjud. Her qandaq şəxsdə. Şuna Uyğurlarda bu tekin bekarak mevcut. Nima desa, her bir şəxs, Uyğur şəxsi hicranda yaşaydı o. Özünü yaşaydı o. Ma milletki boğan seğincini unutub ketken. Ma anığa boğan seğincini. Şunun bilan bunundaki mening deydigini milletning emas. Özünün. Şuna bu mening degende oldu bilen bu üyini mening deydi. Mening uyum deydi. Emniyet milletning uyi ço. Milletning uyi vatan. Milletning uyi vatan. Yani belgelik teritoriya milletning uyi. Lekin şahsning uyi özünün uyi. Ailesideki uyi. Familiyasındaki uyi. Uyi. Bu mening deydi bu. Endi bu muşu uy üçün vatan emas, uy üçün muşu özlükünün təvəlik üçün, muşu nəs üçün bu əmdi vatan gibi olan seğincini, vatan gibi olan visalini ikinci orun koyuş mümkün. Vatanga bo'lgan, agar vatanga tava bo'lsa, ular nimani yo'qotib qo'ydi? Ya'ni o'zligini yo'qotib qo'yamdi, oilasini yo'qotib qo'yamdi. Çünkü özlükünü yo'qotish kerak. Qur'onda mı deydi o mesela? Qur'onda mı aniq deydi o? Özünglarni o'ltiringlar yoki uyinglardan chiqinglar deydi. Yani uymuş özlükinglarning Allah'ın musulmonlarga yoki insonlarga tushirgan buyruqi. Bu ilahiy buyruq. Özünglarni o'ltiringlar yoki uyinglardan chiqinglar. Özünü o'ltamay inson yoki uydan chiqmay hergiz Allah'ın yolunda mananmaydı. Çünkü Allah degan şu bir Tanrı bir. Sen bir şahs sifatida, men bir şahs sifatida biz bovoqlar, biz hicran paydo bo'lgan. Shuning bilan biz bilan Allohning o'rtasida hicran paydo bo'ldi. Endi qachon visol paydo bo'ldi, ya'ni biz Allohga qaytamiz, Alloh bilan uchrashish degan gaplar yo'q Qur'onda. Yani kıyamette Allah bilen uçursan deydi. Kıyamet degan nima bo'lsa, o'zlikning o'lishi, o'lim. Özlükimizden öldürülüşü. O'zlikning o'lganda u yoqdan chiqsa. Buni mundaq tushundirsak, har qandaq inqilobchi o'zini o'ylamaydi, millatini o'ylaydi. Xalqini o'ylaydi. Shundami, shunda emasmi? Har qandaq inqilobchi uydan chiqadi. Her qandaq aksili inqilobchi, yoki mesela inqilobchi bo'lmagan, uning aksi bo'lgan odam uyda turadi, uyda qoladi, uydan chiqmaydi. Uydan ishga chiqadi. Yoki o'zining shahvi havoyi havaslarni qondirishga, o'ynashga, kulib, yayrashga, ya'ni o'zining o'zligining hayoti uchun sirtqa chiqadi. Lekin davomli uyda turadi. Endi
Bu inqilobchi degan so'zni nihoyat yaxshi deding, xuddi sen meni o'qib olgandekla. Mush so'zlarni da'vat qilgan vaqtimda meniki bu xalqaro kommunizmninki nihoyat dangliq bir inqilobchisi esimga kelganti. Aslida Argentinalik bizniki general Che Guevara. Che Guevara. Aha. Balkim bu kommunizmning gapini qilsak yana bizning tomoshabinlarimiz qisman anglab bizni kommunistlarga chiqarib atmasin. Ammo mana bu inqilobiylik, mana bu jangovarlik, mana bu mush ruh, mush xalqaro kommunizmchilarda hozirmi bor? Bu ruh. Bu Bu gapni qilib deb qo'yay, masalan, buni Che Guevara'ning gapini qilsak, ba'zilar bizni mundaq deb qaramasin, tilab ketmasin deysa, masalan, ayni vaqtda men Suriyada o'qiyotgan vaqtimda musulmon og'aylarimiz bilan men paranglashib qolgan. Paranglashgan vaqtida masalan din va shu solchilik va o'ngchilik to'g'risida so'zlar bo'lgan vaqtida men ularga aniq degan. Masalan, Che Guevara bilan nimaning farqi nima? Kim o? Usama bin Laden. Usama bin Laden bilan Che Guevara'ning nima farqi? Ikkisi o'xshash inqilobchi bular. Biri musulmon, biri kommunist. Lekin ikkisi inqilobchi, ikkisi xalqaro inqilobchi, ya'ni internasionalistlar, ikkisi. Ikkisi o'xshash. Shunga Che Guevara nima mu? Usama bin Laden mu ikkisi o'zini o'ldirganlar bular. Shunga uydan chiqargan, uyini tashlab chiqib, tog'larda, o'nkirlarda, sasliqlarda, o'rmonliqlarda turmushini kechirib, hayotini kechirib, inqilob qilganda bular. Kim uchun? Usama bin Laden musulmonlar uchun. Allah'ın ümmet üçün, Allah'ın millet üçün, Che Guevara insaniyet üçün. Yani insaniyet degende mi bu yerde Che Guevara'mı farqlandirdi, nimaga o'xshash? Usama bin Laden o'xshash, kambag'allar, yo'qsullar, namratlar, ekspluatatsiya qilinuvchilar. Shundaymi? Shunday. Endi biz shu general Che Guevara'ningki shunga atalgan marshdan birini anglab o'taylik. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
Rahmet. Biz asasen anlaydigan tekstini anlap bulduk. Sen Ahmetcan eğer xalısan ikimiz teng depesekin buldu tekstinin ma'nosini sen depesen buldu. Ya sen Biz de deyişivat buldum. Bunun da naq biz deyişivatkan şu söygünün gibi, süzüklüknün gibi, söygünün gibi, canның gibi, inqilabның gibi kılındı. Mana bu komandır Che Guevara'nı deydi. Sen bir süzük bir insan. Sen hatta ölümge siege koydun deydi. Ölümge nim koydun deydi. Cangda seç. biz nima koydu deydi o oğu çıqqan vaqtda ovchilar nimani koydu Kapkan mı? ölümge qapqon qurding deydi. Sen bir süzük insan. Tozak, yani senin ölümge tozak koydun kapkan koydun. ölümge tozak qurding deydi. Yani sen ölümden korkmaydigan bir süzük insan, sen bir inqilabchi. Qara mana şu ölümden korkmaydigan degan. Çünkü özlükni öldürelgen adam hem de ölümden korkmaydı. Çünkü o ölüp boğanda. Ayni chog'dagi sahobalarimiz ölümden korkmagan. Ular Elbette. Muhammed Aleyhisselam mı, bizden Oğuz Han mı, hemmisi açla ölüp boğanlık için şunda bulalım. Bulmasa ular batır bulanmaydı. Batırlık degen şu özlük ölgende adam öyden çıkarlıgan da batırlık olgan gap. Bulmasa batır bulmaydı. Korkunçak buldu. Demek sen özüngni yo'qotsan, özlükingni yo'qotsan, o'sha komandir Che Guevara'dek söygünü bilgen, ölümge tozak qurgan, qapqon qurgan, süzüklashgan, Elbette. söyülgen, söygünü ügütüdügan başkalarga, evlatdan evlatga seninki namın yadılınıp, meyli kapitalistlar seni qanda yaman kösösün yoki başka özününki özlükle qancha yaman kösösün, yani davamlıq aşı evlatdan evlatga davamlıq eğitiladigan şu hediye naqshlari bo'ladigan mushundaq bir narsani bizga özlükning o'lishi, canğa qaytish, canğa qaytish bizga mushuni ato qildi, shundaqmi? Elbette. Qaramış özlükninki gipini kılıvatımız hazır ve özlük ve onunki ölüşününki söygü bilen, batırlık bilen, boğan münasebetini ya ki erkillik bilen kindeyimiz o sözüşümüz o. Hem de muşu Che Guevara özlük kandak iş kılıdı desem, mesela Che Guevara'nı birisi paş kılıdı. O kimi o desem, Che Guevara'nı paş kılıdı. Che Guevara yuşurungan yerdeki bir padiçi. Şu padiçi Che Guevara'nı paşkıp koyup, şunun olan Che Guevara'nı tutudu. Şu tutkanda anandakin katılık bitiyordu, Che Guevara'nı etiriyordu. Şu çağda şu devletninki komandanı nimesi sakçı nimeden soraydı kimden? Padiçidin. Hey bu sendek kişiler için özünü öldürüp kurban kılıp sen cinini atap muşundak can kılan muşundak bir batır adamını silenli oylagan sendek adamını oylaganlarını sen nimde tutup edin? Dep soraydı. Sorsa onun degeni bu silah bilen uruş kılgan vaxtada benim koylarımı koktup etti deydi. Köydün mamına? Padişah üçün onun koyları, yani onun özlükü təvə nəslədə bu əmdi. Şəxsi mənbəti, şəxsi mənbəti. Aşının üçün Che Guevara'dak bir inqilabçını və inqilabını və onun üçün aşında xalq üçün küreş qılan, inqilab qıqanlarını set edədəğən gəbdir. Özlük satqızıdır da şimdi. Əməliyyatda avu. Onun üçün köreş qılayotgan. İsa Aleyhisselam'ın özlük şundaq set ötüdüğü. Elbette mesela şimdi nemi set ötüdüğü 30 tengege sıxır yoktu. Yahuda sıxır yoktu. 30 tenge satıldı. Lekin hem de keyin özellikle vicdan azabı his qilib, Amerikan özüne daraq esilib bilib oldu. Demek bu özlükni yo'qotsa qandaqdir cini yo'qolib, cengivarlığı yo'qolib, onun aksi oldu. Özlükni yo'qotgandan keyin visal buvaq anı bilen şəxs individual millet bilen kul yakumisi bende Xuda Tanrı bilen birleşiyor. Visalı yitiyor.
Bende Xudoning misoliga, shaxs millatning misoliga, bovoq onaning misoliga, ya'ni ana gavdining misoliga yetadi. Endi bir shaxsning millatning misoliga yetdi degan gap nima degan gap? Chunki millat degan gap millatning ikki narsasi bo'ladi. Har qanday millatli bo'ladi ekan, millatning ikki narsasi bo'ladi. Nima? Ayrılmaydigan millet degan tuqum bilan teng keladigan ikki tuqum endi. U nima desang, biri davlat, biri territoriya, vatan. Mush ikki narsa birga keldi millat bilan. Millet bo'lmasa davlat bo'lmaydi. Millet bo'lmasa vatan bo'lmaydi. Chunki Oğuz Haqqanmo dastlabda bütün qabilalarni birlashtirib, Uyg'ur deb atab ularni Uyg'ur millatini barpo qilgan vaqtida, oningdan keyin bu qabilalarninki davlati bo'lgan, O'rda deb atalgan shu chog'da. O'rda, ashulaq Chidirni, cho'ng Chidirni O'rda deb ataydi. Bu alqi davlat, siyosiy Chidir bu, endi siyosiy nima deymiz, birligi. Qabilalarning siyosiy birligi endi mushu davlat O'rda deb atalgan. Aningdan keyin nima? Territoriya, vatan. Mesela qabilalarda vatan bo'lmaydi. Qabilalarning zimini yo'q. Qabilalar degan faqat nadi suvjiq bo'lsa, nadi o'tchopjiq bo'lsa, qo'ylarni shu yerda beqib, shu yerda yashaydi. Qachonki suv qammagan, qurg'oqlik bo'lib, o'tchopda qurib bu qilgan vaqtida anagi chidirlarni yig'ishtirib ko'tarib ketadi boshqa yoqqa. Uning zimini yo'q. Ya'ni vatani yo'q bundaq shibitqa vaqtida. Lekin Oğuz Haqqan mushu qabilalarni, vatansiz, davlatsiz mush qabilalarni Pökte, ya'ni Tangridan pök degan mushu Tangrida birlik keltirib bularni bir qilib, millat qilib Uyg'ur deb atab, bularga davlat va zamin, vatan ato qilganda Oğuz Haqqan. Shunga hatta bu davlat va zaminni butun olam deb atagan. Ya, çünkü olam deb atagani Tanrimiz kök bir bo'lganlik uchun, bütün bo'lganlik uchun, ya'ni mush koinot, mush bo'shliq, mush cheksiz bo'shliq, o'zining bo'shliq tikinlari bilan mush bo'shliq bir bo'lgandi. Mush bir bo'lganlik uchun bu Uyg'urning emas, bütün insoniyatning o'z ichiga olgan narsa. Shunga Uyg'urning haqqani bo'lgan ekanman, men yana dunyoning haqqani, chunki meningki Tangrim ilqi birlik kelgan Tangri yoki bir millatning yoki bir qavmning yoki bir qabilaning tangrisi emas, bir jamoatning. Bu degan bütün bu cheksiz bir. Shunga bu bütün insoniyatni o'z ichiga olgan bo'lgandan keyin men bütün insoniyatning tangrisi haqqani bo'lishim kerak. Başı Oğuzxan atımız, sen bizni Oğuzxanның ro'yi qaytarıvatsa, yaqinqi qissa programmalarında, bu qissa programmalarında men buni milliy ruhni qayta gavdalantirish, milliy ruhni qaytadan urg'utish deb atayman. Oğuzxan atımız bizde chiroy xil, masalan, mening chiroyim oqga, sening chiroying menga o'xshamaydi. Lekin bizni bir yerga kelib, bizni bir millat qilib uyushtirib, bizni bir davlat qurib, bizga bir territoriyani bizga ataqan. Mush Oğuzxan atimiz o'zini butun dunyoning haqqani deb, o'zini butun dunyoga tavba etib ekan. Elbette. Mesela Che-Guevara'nı anladık. Che-Guevara fakat özünki mesela vatanıyla emas, özünün davlatiyle emas mesela. Che-Guevara bütün insaniyetga uchun harakat qilgan. Elbette o Argentinalik, o Meksikaning inqilobi qatnashgan, Kubaning inqilobi qatnashgan, Kubaning inqilobi g'alaba qilib Castro rais bo'lib, bu nima ministr bo'lgan, nima Che-Guevara. Ministr bo'lsa-mu shu ministrlikni tashlab, qara, o'zlikni o'ltagan odam bo'lgandan keyin shu ministrlikni bütün mush boylikmish, nimalarni mush ijtimoiy o'rinmish, nom atoq shuhratlarni tashlab, yana qaytadan shu nima deymiz, ma'lum davlatniki shu nima deymiz, o'rmonlarga, sosliqlarga berib, shu yerda yana inqilob qilib urush qiladi boshqa xalqlar uchun. O'zining millati, faqat o'zining davlatining xalqlari emas, butun insoniyat uchun. Bu nuqtadan elib aytgan vaqtida, masalan, bizning ota-bobimiz
bizning Uyg'ur ota-bobolarimiz bizga "Ey Uyg'ur, sen Uyg'ur bo'lganliging uchun butun dunyo sana taalluq, sen butun dunyo bilan bir" Albatta, degan albatta. mushu uchurni bizga ota-bobomiz qayta yetkizgan, shoirlarimiz yetkizgan, tarixchilarimiz To'g'ri, yetkizgan, to'g'ri, butun hammasi yetkizgan. Lekin to'g'ri. nima uchun hozirgi sening eng boshda biz ko'rib o'tgan videolarimizda bugungi Uyg'urlarning qulligi, bugungi Uyg'urlarning biqinchiligi, mushu ilqi sevgiga qaytmaganligi, ko'kni unutib ilqi ko'kka qaytmaganligidan mushu unutib qilish. Hatto biz mushu o'zimizning ilqi yiltizimizni so'zlasakmi, yana mushu yiltizimizni so'zligiga qo'ymaydigan minglagan, yuz minglagan Uyg'ur bor. Buni nereden keldi? Bu etikattan keldi yine. İdeolojiyadan. Çünkü mesela kök ve kök degan Tangri. Şunda Tangrining eti kök degan. Mesela şuna biz kök Tangri deymiz. Qadimki Uyg'urlar Tangrisini kök deb atagan ve şunun bilan kök Tangri deyilgan. Kök Tangri deb. U qandaqdi hozir Uyg'urlarnikida kök Tangri desa hozir hatta İngilizce qilib butun dunyo tilida shunda tarjima qilindi sky god deb. Sky god. Yani asman tanrısı edi. Ameliyat o asman tanrısı degan gap emas şu. Kök degan şu Tangrining eti. Kök. Xuddi Allah degan Arablarning tanrısının etidek. Allah degan. Kök degan Uyg'urlarning tanrısının eti. Yani bu kök degan nima olmuş? Uyg'urlar şu sen degandek her xil rangdagi, her xil tillarni so'zlaydigan mush qabila bir millat bo'lganda mush kök degan mush tangri birlashtirgan bularni. Yani aşı birleştirgen. Albatta bir, aşı bir. Mushu bir tabi bu fakat aşı qabilalarning emas bu degan bütün dünyadaki qabila, aşı vaqtlardagi qabila kavimlarning tanrisi bu. Xuddi Qur'on deyilgandek mening tangrim, sizlarning tangringlar bir tangri. Yani ilahi ve ilahukum ilah vahid deydi o mesela. Mening ilohim, sizlarning ilohinglar bir ilah. Lekin sizlarning dininglar bilan mening dinimlar o'xshamaydi deydi. Yani din bilan iloh ikkisi o'xshamaydigan narsada. Din bilan o'xshamaydi. Masalan, biz Uyg'urlar degan xristianga nima buddizmga ishongan, shamanizmga ishongan, maniylikga ishongan, manidiniga nimaga kök tangrichilikka ishongan. Lekin hammasining ilohi bir. Tangrisi bir. Başqa narsa emas bir. Lekin ularningki alqi din nima deymiz? Urf nima alqi murosimlar o'xshamaydi-da. Din degan murosimlar o'xshamaydi, lekin ilohiy bir. Endi hozir sening savolingga berilgan javob qanday bo'ldi desam, hozir endi mayli musulmonlar bo'lsin, mayli xristianlar bo'lsin, mayli yahudiylar bo'lsin, bular Qur'onni tanqidlaydi-ku Yahudilar bilan xristianlarni masalan bular degan ezib qo'yganlar, Allohning g'azabiga uchraganlar deb nima uchun desam, ular shu bir tangrini unutib ketgan. Shu bovoq hijron ayrilib, onasi bilan ayrilib, anandan keyin uning sevgisi va sevginchi besilib, o'zligi besib elib, uning nimasini shuning bilan butunlay o'zini biladigan aslini sevgisini, sevinçini unutib ketganga o'xshashlar bularmi haqiqiy bir tangrini unutib ketgan bular. U tangri emas, bularning cho'qindigini mayli yahud bo'lsin, xristian bo'lsin, musulmonlar bo'lsin, bular shu bir tangriga cho'qinmaydi. Ayni shu bir tangriga cho'qinmaydi. Bir tangriga cho'qinmaydi. Bular shu tangrining sherigiga cho'qinadi. Shunga bularning tangrisi jonning tangrisi emas, jon emas, bularning tangrisi o'zlikning tangrisi. Shunga har bir musulmondan Allah hakkında sorsan, her bir musulmanın, hatta Uygurlarının içinde her bir musulman Uygur'un ilah tasavvuri o'xshamaydi bir-biriga. Rast gap bu. Lekin qadimgi Uygurlar hammasi kök tangrini o'xshash bir shunday tasavvur qiladi. Ya, menimcha hozirgi Uyg'urlarninki yoki musulmonlarninki tangrisi bir şekli tasavvur qiladi. Ya Hristiyanning shundoq Yahudiyning bularning U deganninki erlikninki keltirib chiqargan dini u. Erlikning murosimlari u. Albatta. Nima uchun desam, bu yerda bak muhim bir nuqtani sen eskartding. Bu masalan xalqlarninki tangrisiningki qandaq ifodalangan, qandaq tasavvur qilinganligi bilan zich munosabatlik. Masalan,
Meyli Yahudiler, meyli Hristiyanlar aynı vaxtdaki cuma. Yani meyli Araplar bolsun, bular hemmisi şu nim deyimiz Arap yerim aralı ve muşu Şam taraflarda payda bolgan din deyimiz o. Biz hem şu yerdə nimeler payda olgan peygamberler, lekin peygamberler bilen münasebetsiz hazır dinlarının gibini kılıvatımız. Nime desen bula asasen nim deyimiz padıç xalq emas mı? Yani tıxıylık nim deyimiz yezigilikке yani köşmegen çarvıçı xalq boğanlık üçün çarvıçı xalqlarda hususi mülkçülük bilen çarvının mülkçülüğü, hususi mülkçülük bilen erlerinin ornu, ictimai ornu yukarı oldu. Şuna bu atılık cemiyet deyimiz bunu. Atılık cemiyet. Muş atılık cemiyet bulanınki tanrısını mı böyle her şekilde bunda tasavvur kılganda. Elbette. Nurgun anılık cemiyetlerde olanınki ilahi oyal bulup şekli mesela gaya deyimiz, ayva deyimiz. Doğru. Mesela bizden mu mesela umayne deyli mesela. Ananınki bizninki köp o ermemez ayalmemez. O kök onun cinsi yok da o diyen. Cinsi yok onunki bir olgan degen cinsi yok. Peki şunda boşmu yine dinda yani kök itikad emez kök dini de yani murasımlarda mı mesela Umay degen tanrısı var Uygurların kadim Uygurların mesela. O tanrısı degen ayav. Ana hatta o Uygurlar hemisi bizim annemiz de biz hava anı okşaydı. Bu yerde kök doğruluk devatsa hem söygünü azırak düşünce iyi bulduk. Söygün tosudgan narsanın özlük ekanligini, özlükten çıkıp ketsek, özlükni öldürsek ana degen biz özümüzden çıkaq nereye çıkamız? Söygünü biraz bunun biz düşündük mesela. Söygü degen özden özgürlüğe çıkış dep. Şundaq mı? Mesela özümüzni öldürsek, yani özümüzden çıkıp ketsek nereye çıkamız? Kök çıkamız. Boşluk çıkamız. Kainat çıkamız. Başka çıkımız yani muşu bir bütün muştan çıkımız hem. Mana muşu söygü özlükten çıkış, özlükten özgü çıkış, özge degen Uygurlarga nispeten kök. Hem kök degen boşluk degen muşu bütün kainat şu. Hemmin öz içige algan. Quyoshni, oyni, yulduzni, tog'ni, dengizni, havoni hemmin o'z ichiga olgan mushu bo'shliq, mushu kök o'zgi shu. Biz o'zimizdan chiqsaq ham mushunga chiqamiz, kök chiqamiz. Ya'ni o'zimizdan chiqqan vaqtida biz nerede bo'lamiz? Hozir biz o'zimizda. Shunga bizda sevgi yo'q. Biz o'zimizda sevgi yo'q. Bizda sevgi yo'q. Shunga bizda nima bor? Qo'rqinch bor. To'xta, kökten qo'rqamiz, ha? To'g'ri, kökten qo'rqamiz. Lekin yana bunda masalan Uyg'urlarning orasida, musulmonlarning orasida demayli, Uyg'urlarning orasida nurg'un da'vat guruhlari bor masalan o'zininki vaqtini sarf qiladigan, Allohning yo'lida o'zininki zehnini sarf qiladigan, tilini sarf qiladigan, o'zininki o'yda boshqalarni Allohning yo'liga chaqiradigan, ashundaq odamlar bor. Ularmi o'zidan chiqib ketgan, nafsidan g'olib kelib. Ya ular o'zidan chiqib ketganlar emas. Ular hamma mushu yaxshiliklarni, qo'shbashning ichidagi mushu yaxshiliklarni, yaxshi amallarni, bunday aytganda yaxshi ishlarni yine öz üçün qiladi u, oxirat üçün qiladi emasmi? Ya'ni men o'lgandan keyin tirilaman, ya'ni men mushu o'zlikim yine ölmeydi, paydo bo'ladi. Men shu o'zlikim paydo bo'ladi. Ondan keyin Alloh mening ash qilib qo'ygan atalmış yaxshiliklarim uchun meni ondan keyin jannatga kirgizib, jannatdagi hurparilar bilan, jannatga mush bayoşatlik, mush nimalar bilan huzurlandırdı deb özlükning oxiratdagi huzur uchun qiladi buni. Amaliyotda o'zidan chiqqan odam yaxshiliklarga, qilganlarga hech qanday bedel o'ylamaydi. Hech qanday bedel o'ylamaydi. Mana bu Che
Che Guevara mesela bedel oylamdı, oylama. Che Guevara komünist. O işenmeydi, o ahiret kim işenmeydi, ölümden keyin dünyanın bağlığı mı işenmeydi, komünist olsa o. Lekin yine öleli de o, mesela söygü bağı onun da. Özüden çıktı. Nime üçün? Nim dep çıktı? Özü üçün emas. Özgü üçün. Başkalar üçün. Biz Uygurlarga nisbeten aytganda millet üçün çıkımız. Millet üçün ve milletninki devlet üçün ve milletning vatani üçün, zemini üçün çıkımız. Әмсе біздің әші Оғыз ханныңки ізіні бойлап банған яны бір ханымыз Чингиз ханныңки оны му мәдейлейдіған о қандақ Әлбәт. мәдейленді бұны маңлап бақсақ. Hattın işte dengiriz tüttügüktüsün Hıhtıl bıtımın kullulsan eytügüsen Muhtengirin ilç hammıgı muğlin etsin İhçingiz Rangıda sallıdan marrağı son Dövdülgük dövcek sarıldık sanırdı son Muhtengirin ilç hıhmın gıdin etsin İhçingiz
Rahmet. Bunun da gerçi kök rəngini bildirmeydi degan bolsaqmı, lekin bayraqı yana kök rənglikə. Elbette o bu yerda hazır Uygurlar adette Mongollarni Uygur emas başka deb oylaydı. Lekin Türkler tadqiqotchilari Türkler hamda Mongollarni Türklerninki bir qismi tarmaqi deb nim qiladi. Mesela Türklerni Oğuzlar, Qarluqlar ve Qıpçaqlar deb üç gibi biladi. Mongollar Qıpçaqlar şu mesela. Uygurlar, Oğuzlar, mesela Özbekler, Qarluqlar degandek. Hem Türkiye'deki Türkler mi Oğuz'daydı. Ona Uygurlar okşaşım. Mongollar, Uygurlar, asli Uygurlar. Nima bu Türkler mi Uygurlar? Uygur degen dastlabki atılışı bu milletning uchun. Uygur deb dastlabki atılışı. Oğuz ham atılgan. Kök dövletining xalqi. Kök devletinin halkı. Evet, kök devletinin halkı Uygurlar. Uygur degen şu milletinin devleti oludu. Bu millet oğullar için. O kök devleti. Onun zemini oludu. O kökünün zemini mesela. O zamanlar hem de aynı vaxtada biz fakat onun aşı Hun imperiyası vaxtını bilimiz hem de. Onundan burunqani tarixte biz bilmedik Uygurlarınki imperiyasını. Hun imperiyası mesela miladından burunqi dastlabki Tunç Hun imperiyası miladından burunqi 300 yıl desek. Şu Hun imperiyasınınki territoriyası aşıyor hem de Uygur'un vatani şu çağda. Uygur milletinin vatani. O degen qandaq territoriya desem, o degen onunki şarqi nimege tutuşudu? Tinch Okyanqa, Alaska tarafdaki Tinch Okyanın qırğaqları şu Hun devletinin qırğaqları şu. G'arbi nege var desen Qara dengizga aşıdı. Mana muşu tutaslanmış territoriya kök devletinin territoriyası Uygur milletinin zemini taşıdı. Endi Uygur milletinin zemini keyin ananikin Uygurlar Türkler deb atalgan vaqtida kök Türk devleti. Asli Uygurlarning qurgan kök Türk devleti, kök Türk degan asli devletning nomi kök Türk degan. Asli nimasi o kök Türk. Yani kök degan Tangrining ilahiy tirik. Hatta Qur'onda Allahu hay deydi o. Allahul hay deb hay deydi. Hay degani tirik deydi. Her zaman hayat degani. Tirik, o tirik. Nim qilib turdi? Nim deymiz? Ko'klab turdigan. Bizning Uyg'ur tilidagi ko'klab turdigan ish. Tirik shu endi. Ko'klab turdi. Uni kesib etib ko'tak qilib qo'ysam, quritlasam, yana ko'klaydi u yani. Tirik. Shunga o ko'k tirik deb ko'kka bo'lgan ko'kning tirikligiga nim qilib simvol qilib sifatlab qilgan atgan bu atni tirik degani keyin turk deganga o'zgarib ketgan. Arablar shuna o'zgartirib etgan uni. Bunun olan Uygur milleti Türk bo'lib ketganda Türk nim qilgan. Uningdan burun Hun vaqtida Atilla miladi 4-asrda mesela 5-asrda Atilla nimaga hujum qilgan vaqtida Rim imperiyasiga Uygurlar shu chog'da Uygur askarlari Atilla'nın qo'mondonligida shu chog'da ananinkin bu Atilla degan Atilla Han yani Uygur xoni bu degan Atilla Han. Şu Han degan ne ananikin bu Rimliklar ananikin onu Hun degan. H-U-N deb şekilde hazır İngilizce'de Han deb Hanni Han deb Honlar geldi deb on bulab milletni etib ketgan hamda. Lekin ular Uygurlar kök Türklermi Uygurlar onundan keyin Mongollar deyli. Bularmi Uygurlar? Çünkü Mongollarning mesela Uygurligi ularning tili, yeziqi, ularninki uyi ularning e'tiqodi, Mongollarning e'tiqodi kök çoğunudu. Mongollarninki mesela devleti orada deb atıldı. Şuna mesela Altın Orda, Kök Orda, Ak Orda deb atalgan hem ordalarning hemisi. Şuna o'xshash endi mushu hozirgi naqshini anglab mushuni digim kelib qoldi endi Mongollarning Uyg'ur ekanligini eskartib qo'yaylik Uyg'urlarga. Endi mushu Che Guevara mushu sen hozir bizga ko'rsatgan Anonikin Chingizxon deylik Oğuzxon deylik bularning botirligi nereden keladi desam bularning botirligi kökten keldi. Yani bular köknün söygüsü de
bularning vujudida ko'kning sevgisi midirgan va bular ko'kti bo'lgan. Ko'kti bo'lgan degan gap nima degan gap? Ko'kti bo'lgan deganni tushunmaydi. Uyg'urchadami bizning hozir yangi Uyg'ur tilidagi bu so'z ko'kti bo'lish degan. Nima desam, ko'kti bo'lish degan gap o'zida bo'lishning aksi, ya'ni o'zidan chiqib ko'kti bo'lish. Meyada men sana muhim bir tomoshabinlarga bir muhim bir gapni degim kelib qoldi. Kechirsiz kelib onu bo'lib o'tdim. Ya'ni shu ko'k to'g'riliq shu videoning Uyg'urlarning bugungi altniki so'ygiga qaytmaganligi, ko'kka qaytmaganligidan shuni kelib chiqqanlik. Ikki video Qozog'iston bilan Qirg'izistonda nihoyat ko'p tarqaldi. 65 ming ko'rguchininki 50 ming ko'rguchi Qozog'iston, Qirg'izistonda ko'rildi. Turkiyada ko'rilgan Uyg'urlar, Turkiyada ko'rgan Uyg'urlar, Turkiyadagi keyin vatandan chiqqan bir uchum Uyg'urlar bor. Ular nihoyat eski haqoratlik shu nihoyat sesiq gaplarni qilganlar bo'ldi. O'zining milliy tuyg'usini, o'zining milliy g'ururini, milliy iftixorini urg'utadigan gapni qilsa, sesiq shu sanjaydigan. Ammo Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi ko'rgan bir odam uning yomon gap qilganini men ko'rmadim. Bu meni nihoyat hayron qoldirdi. Ya'ni balki yana shu Qozog'istonda, Qirg'izistonda qozoq, qirg'iz, qipchoq turklarimiz, ya'ni bu ruh, bu milliy ruh, o'g'iz otimizning ruhi ularda bizdan jiq saqlanib qolibdi deb o'yladim. Ya'ni bizga pichoq tiqmadi-da, sen o'g'izning gapini qilsang, o'zimizning xalqimizning gapini qilsang, seni kelib yoki millatga xoinlik qildi yoki bo'lmasa yoki bir nima deb unda gap qilganlarni men Qozog'iston, Qirg'izistondan ko'rmadim. Mush ikki videodan men mushuni ko'rib hayron qoldim. Nima uchun bu Turkiyadagi bir uchum odamlar o'zininki milliy iftixori, o'zininki milliy tarixini nimishqa bilan yepishni qasdlaydiganda, nima uchun o'zining odamlarininki milliy ro'yini urg'utadiganqa bularga nima bularni bundan to'sayotganda yoki nima bularni unda qilg'izayotganda deb men buni hayron qoldim. Birdan bir narsa islom e'tiqodi. Ya'ni ularning tanrisi Alloh deb atalgan shu tangri. Amaliyotda u Qur'ondagi Alloh emas. Bu Hazreti Ali qatl qilinib, o'ldirilib Muaviya tarafidan Muaviya hokimiyatni qo'lga olgandan keyin mushu hokimiyat tarafidan barpo qilingan din bu islom dini. Shunga bu dinninki ilohi Allohning shirki. Men bu gapingga 50% qo'shilaman, yana 50% qo'shilmayman. Chunki biz hozir yana bir naqshni anglaymiz. Mening yaxshi ko'rib anglaydigan naqshlardan birisi Falastinliklarmi musulmonlar. To'g'ri. Ularning hammasi Qur'onga ergashmaydi. Ularmi shunday shariatga ergashadigan musulmonlar. Lekin nima uchun Falastin frontiniki, Falastin shu milliy ozodlik fronti nima uchun kommunistlarmi Falastinlik, shu shariatga ergashadigan musulmonlar Falastinlik, o'xshamaydigan har xil ideyadagi odamlarning hammasi Falastinlik, ularni nima birlashtiradi? Davlatni birlashtiradi. To'g'ri. Demak, bu yerda bizni hatto davlatimiz uchun birlashaylik desak, hatto shu Falastinliklarni birlashtirgan shu Falastinlik musulmonlarni bir-biriga pichoq tiqizmagan, xanjar tiqizmagan shu musulmonlar, Falastinlik musulmonlar bunday qilmaydi ekan. Nima uchun? Bular shu videodagi statistikadan ilib aytgan vaqtida men Turkiyadagi bir qism Uyg'urlar hatto ularning islom dinimi Falastinninki ishonadigan islom diniga o'xshamaydi ekan deb o'yladim men. Ya'ni Falastinlikning hech bo'lmasa davlatini o'ylay oladi ekan. Men Uyg'urlar bu nimani o'ylaydiganligini men bilmadim. Chunki agar ikkisi o'xshash islom diniga ishonsa, shu Muaviyadan keyingi paydo bo'lgan shu shariatga ishonsa, bu ikkisining yana o'rtasida farq bor ekan. Ya'ni Falastinliklarningki sening mushu o'yinga men bundaq bir nima beray, masalan, meningki tajribamdan, chunki men arab dunyosida uzun yashadim bilsa, onun ustiga men Falastin da'vosigami, masalan, Falastin ozodlik harakatiga yaqindan ko'ngil biladigan, yaqindan qiziqadigan, diqqat qiladigan, chunki bizningki milliy harakat bilan o'xshash bo'lgandan keyin xarakteri. Falastin ozodlik tashkiloti degan shu tashkilot 6 Falastin tashkilotlarini o'xshamagan ranglardagi tashkilotlarni o'z ichiga olgan bir kunlik endi. Birlik. Mundaqchiliklarni milliy birlik. Ya'ni milliy qurultiyi Falastinliklarningki
Milliy qurultayı, Palastin Azadlık Teşkilatı degan bu teşkilat milliy qurultayı bularning. Bu qurultayning ichida 6 teşkilat bor. Yoki 6 partiya hisoblanadi, endi teşkilat. Bu teşkilatlarning ichida kommunistlar bor, nim deymiz, millatchilar bor, buningda demokratchilar bor, islomchilar bor. Lekin vaqt shu 90-yillardan keyin bo'libmi shu Palastin Isroiliya tinchlik suhbati bo'lgandan keyin Palastin Azadlık Teşkilatı'dan chiqib ketgan va uning qarshi bo'lib qolgan faqat birla tashkilot bor. 6ning ichida biri. U nima desa Hamas. Ular qarshi chiqqan. Qarshi chiqib shuning bilan Hamasmi aningdan keyin parchalab bu birlikni Hamas. Anandan keyin G'azzada ayrim hukumat qurib olgan. Shunga Falastinliklarning hozir ikki hukumati bor. Birsi G'arbiy qirg'oqniki hukumat, bu Palastin Azadlık Teşkilatı'nınki hükümeti, yani avtonomiya hükümeti. Anandan G'azzada bir hükümet var. Gazada. Bu şu Hamas'ın hükümeti hem de. İslamçıların hükümeti. Şuna İslamçılar mı? Mındak sıkıntı kalktı mı? Hem de yeni bir taraftan elbette Falastinlikning İslamçıları bilen Uygur'un İslamçılarının okşumaydığı yeri ular yeni vatanperver. Yani ularning davası yani Xalqaro İslam hareketi de emas, yana şu Palastin azadlık hareketi de. Lekin dini sebepler yok mu dese bak. Dini sebepler bak. Şuna hozir men eskartgandek meseleler yüz bergan ve şundaqla şu Hamasçılarmı köpüncüsü yeni mundaq bitqa vaqtida Kudus mesela Kudus şehri degandek mushtaq dini simvollarni bakarakki gevrilendirilgan milliy simvolga qaraganda dini simvol gevrilendirilgan mundaq taraflar bordir. Şuna nim deymiz yani mundaq bitqa vaqtida Palastinning bir millat sifatida mushu birlikni, milliy birlikning buzilishiga yana shu Hamasçılar sebep bo'ldi desek mi bo'ladi? Chunki Palastin Azadlık Teşkilatı'daki teşkilatlarning hammasi undaq qilgani yo'q, kommunistlarmi undaq qilgani yo'q, demokratlarmi qilgani yo'q, millatchimi qilgani yo'q masalan. Hatto uning ichidagi Hamasçılar degan nima? Musulmon qarindoshlar ideyasiga yaqinroq. Palastinning Fetih Teşkilatı'da mesela Fetih Teşkilatı'da köpünçileri Müslümanlar, lekin İslamçılar emas. Undaq bir vaqtida siyasi İslam emas. Ma Hamasga o'xshashdi. Şuna ular shu birlikda qoldi yana. Yani ularning tangrisimi, kommunistlarning tangrisimi milliy birlikda deyman-da, yani bir. Yani Uyg'urlarning siyasi İslam yani mushtaq o'ziniki milliy tarixini to'sayotgan yoki milliy iftiqorini Albatta. Bu İslamninki shuningki qurbonlari desak bo'lamdi. Bo'ladi albatta. Şuna bu ideologik mesele. Yani mundaq bitqa vaqtida ideologik mesele. Chingizxonning Turkistonda musulmonlarni qirib o'ldirganini qanday qaraysiz? Agar Chingizxonning odamlarni qirishini to'g'ri deb o'ylaysiz, undaqda biz bugun Sharq Turkistonda shundoq muomalaga uchrayapmiz deydi. Human being degan bir aydan debdi. İnson. Chingizxonning musulmonlarni qirdi degan gapi yolg'on gap bu endi. Bu to'g'ri gap emas, tarixiy realligi yo'q gap. Chingizxon musulmonlarni qirgan emas. Chingizxon oldi bilan bu kök devletiga vakillik qiladigan odam. Xon endi. Xon. Oğuzxonga o'xshashlar. Kök devletiga. Shundaqli bu kök devleti bu Uyg'urning devleti emas, Mo'ngollarning devleti emas, Turkning devleti emas, yoki Qozoq, Qirg'iz, O'zbekning devleti emas, Ozarbayjonning. Bu degan butun insoniyatning devleti. Shunda bo'lgan vaqtida, Chingizxon kök devleti uchun kurash qildi. Shunga boshqa
özlüklerinin hakimiyetleri bilen uğraşış gerek, ulanı yıkıtış gerek. Muhammed Aleyhisselam mı? Aynı vaxtda mesela şu 4 halife mi? Mesela Sasaniler imperiyasını yıkıttı o. Sasaniler imperiyasını. Nime üçün? Bu tecavüz mu? Bunda emas, xuddi Oğuz han mı? Men Uygur'un haqqını, men şuna men bütün dünyanın haqqını buluşum gerek degandek. Muhammed Aleyhisselam mı? Ya olmasa Abu Bakr Sıddık mı? Ya olmasa Osman mı? Ya ki Ali nima Ömer mi? Ya ki Ali mi? Men musulmonlarning haqqını men, shundaqli men bütün insoniyatning haqqını bo'la olmayman yoki xalifasi bo'la olmayman deyoladi. Nima uchun desa, ularning tanrisi degan bir tangri. Ularning tanrisimi ko'p edi. O'xshash. Ya'ni bizning tanrimiz bilan bir tangri. Alloh ko'p, shu bir tangrining o'xshamagan otlari, biri arabcha edi, biri uyg'urcha edi. Shunga bular Sasanilarni yiqitdi, andan keyin Rim imperiyasiga hujum qildi masalan. Şamgacha yetib berib, Rimninki ma'u g'arbiy taraflarini ishg'ol qilib, elib, Shamni Rimninki mustamlikasidan azod qilib masalan. Rimgacha hujum qilib mangdi bular. Bu nima? Undaqda biz musulmonlarni, masalan Muhammad alayhisalomni va musulmon qo'shunini masalan Hristiyanlar bilan urushdi. Mesela, anandan keyin Sasanilardek mesela qadim deymiz, ateşperestler bilan urushdi deb shunday axloqiy hukm chiqaramdiq ularga, ya unda emas. Ular o'zliklarning davlatlari bilan, o'zliklarning siyosiy gavdalari bilan urushyapti. Chunki bu o'zliklarning davlati, siyosiy gavdasi yenalar insonlarni, o'zlarining shu davlatdagi insonlarni izidi, eksploatatsiya qiladi. Şuna komünistlarmı, sosyalistlarmı muşu gapni qiladi o. O'xshashlar. Şuna bütün dünya proletarları birleşinglar degan gap nereden kelib chiqadi? Şuna Chingizxonni nuqul musulmonlar bilan urushib, musulmonlarni o'ltirdi, bu degan gap bu ideologiyalik bir tashviqot endi. Bu hech qanday asosi yo'q. Faqat buni nima uchun bunda deydi desa, Chingizxon yani Mongol qo'shini, yani asli Uyg'ur qo'shini bu, çünkü Mongollar Uyg'ur. Bag'dodni yiqitdi. Bag'doddagi nima xalifligini yiqitdi. Abbasiylar xalifligini. Yani Abbasiylarning atalmış islom davlatini yiqitganligi uchunlar shunday axloqiy baho berilgan gapda. Amaliyotda Abbasiylarning dinimi hozir bizning nurg'un dinchilarimiz, ölümalarımız aniq ifodalaydi buni. Abbasiylar davlati yoki Umaviylar davlatidagi islom u haqiqiy islom emas deb nim qiladi. Chingizxon buni mushu davlatga va mushu islomga, mushu musulmonlarga qarshi harakat qilgan. U musulmonlarga qarshi harakat qilmadi. Musulmonlarni bundash bitganda ashlarning o'zligining davlati va eksploatatsiyasi va zulmidan qutuldi desak, texmi to'g'ri bo'ladi. Musulmonlarni qutuldi, musulmonlarni o'ldirgani. Endi Falastinninki naqsini biz bir anglab chiqsak, umumiy bir jangovar naqsi anglab olgandan keyin sen bizga qisqa tarjima qilib bersin. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Nima degan nochi? Geçer. Sen bizga yer- qisqacha mazmunini deb bera. Ya İngilizcem bakan koyup bu yerde nime dese biz sözleşiyotgan sözlerninki mühim. Sen dastlapda biz söhbetimizning beshidlam eskatgan shu mühim sözler dedin go. Sözlerninki asosan emmisi bor. Mesela bunun da kan degan söz bor. Mesela mening qanim Falastinlik deydi. Ana demi Falastinli. Mening qanim Falastinlik deydi. Kan degan can şu. Yani bizning Madon Ahatalininki Madon Ahatalining kan degan bir she'ri bor. kan degan she'r var. Şu kan şu can. Ananınkin mesela etiqad degan söz var. Fes mesela etiqad. Yani sen İtikadim. vatanim sen ziminim sen mening itiqadim deydi. Etiqadim mening etiqad degan söz var. Anınkin va'da degan söz var. Va'da. Muş etiqad bilan va'da degan söz var. Anınkin zimin degan söz var. Yani mening etiqadim meni ziminimga chaqiryotdi deydi. Ondan keyin mesela men erkinlikning o'g'li yoki erikning o'g'li. Ya'ni mundaq qilganda bu yerdagi erik deganmi, yana ikki ma'ni birini. Birisi erik bizdeki, yana birisi boturlik. Yani mushu narsalarning hammasi, mushu so'zlarning hammasi mushu maqsadimiz bor. Yana birisi deydi. Men mening qanim Falastinlik. Men hech kishimga meningki bu men faqat ziminimga saytiga tushaman. Men lekin hech kishimga egilmayman, hech kishimga tiz tutmayman deydi. Albatta. Çünkü millet hem bu yerde hem de nimaga kelsak mesela bu naqshimi bizga nimani shu Falastinliklarninki mustaqillik haqida gap so'zlaydi endi. Mustaqillik bizim Uyg'urlarmi hozirgacha mustaqilligimiz uchun kurash qilamiz. Mustaqilligimizni qayta qo'yib keltirish uchun. Çünkü o bizning bor mustaqilligimizdi. Uni yangidan biz tiklamaymiz, ya'ni mundaq deb qoldi. Bizdan so'rab yolvurmaymiz. Yalvamaymiz. Xitoydan ayrilib chiqqanimiz yo'q bizningki. Yangidan mustaqil bo'lib. Biz mustaqillikda Xitoy bizni besib oldi. Mustamlik qildi. Shunga biz mustaqillik uchun. Endi shu mustaqillik degan nima degan vaqtimizda hozir sevgi bilan nim qilsak. Sevgi degan kökning sevgisi. Shu kök degan sevgi shu. Ya'ni Tangri degan sevgi shu. Masalan, İncil'da mundaq bir ayet var. Mesela söymeydiğen Adem Allah'ını bilmeydi. Yani Tanrı'nı bilmeydi. Söymeydiğen Adem Tanrı'nı bilmeydi. Çünkü Tanrı söygüdür degan ayet. İncil'de. Demek Tanrı söygü şu. Bu qandaqdır Tanrı suyudu. Yani Allah suyudu. Biz Allah'ını suyumuz diyen gap emas. Tanrı'nın özü söygü. Yani İngilizce itself deb qo'yamiz. God itself is love. Şu Tanrı'nın özü söygü. Tanrı degan biz Tanrı degan vaqtida şu söygü şu Tanrı degan. Çünkü o kök şu. Kök hemmini öz ichiga oladi emasmi? Mesela kökte Hemen öz içine aldığı boşluk şu. hemen öz ichiga oladigan şu boşluk kök Quyoshni mesela Oğuznamedeki mesela 6 o'g'il dedik-ku. Mesela Oğuzxonning 6 o'g'li. Quyosh, ay, yulduz. Bu 3 o'g'li osmondagi nurluqlar. Shu boshliqdagi yo'ruqlar. Boshliqdagi yo'ruq jismlar. Anandan keyin Oğuzxonninki tog', dengiz, kök degan 3 o'g'li. Bu nima desa, tog' degan topa, yer yani yer de su, dengiz degan su, anandan keyin kök degani shu havo. Shu boshliqlar. Shu uyimizdagi boshliq, yaqin boshliq, hamma shu boshliqlarning havo. Bu qarang'i o'g'illari nimaning mushlarning hammasi nerede? Boshliqda. Yani kökte. Yani atısı da Atısı da. kök anısı bilen kök atısı da. Atısı da, anı da. Yani bu balla yanıla şu
Anısı da. Mundaq aytqanda, agar biz kökni ana deb qarasak, anısı da, atı deb qarasak, atısı da. Yoki chunki kök xonimlar bilan to'ylashgandan keyin shu kök otasi bilan kök onasi da. Anısı da. Şunun içide, bular şunun da. Şuna öz işi al. Demek, muşlarının hemisi söygü deyen gapta, ular işi de olgandan keyin söygü battığı bular hicran bulmadı. Şundak mı? Yani Oğuz Hakan'ın balaları hicranını köymedi. Hicranını bilmeydi çünkü ular ayrılmadı. Aşı birden, kökten ayrılmadı. Ular kökte. Lekin hazır Uygurlar ayrılıp gitti. Kökten ayrılıp gitti. Hicran yüz berdi, ayrılıp gitti. Şunun olan biz Uygurluğumuzu yo'qotdik. Yani millilikimizni yo'qotdik. Millet yok edi. Yoki bo'lmasa millet mustamlika bo'ldi. Millet mustamlika bo'lgandan keyin davlat va millat deganning har qanday millatning davlati bor dedik, zamani va ummatini bor deb davlatning qarzi bo'ldi. Zamin, vatan, territoriya o'chirildi. U hozir nima deyildi desa, Jungoning bir zamini. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Şinjan Uygur Abdunum Rayın deydiğen bir zamini. Yani territoriya o'chirildi, vatan o'chdi degan gapda o'chirildi degan. Demek, söygü yo'qotganda, yani biz Tangrini yo'qotganda, söygünü yo'qotganda, köknü yo'qotganda, biz özlüklerimiz kökten özlerimizden ayırıp alganda, ayrış, separation, yani ayrımlık yüz bergende, biz kökten ayrıldık, anadan ayrıldık, milletten ayrıldık, şunda olganda biz devletten ayrıldık, vatandan ayrıldık denge. Hatta biz vatanimizde bolsak mı? Devletimizden ayrıldık, vatanimizden ayrıldık, milletimizden ayrıldık. Demek biz müstakilligimizden ayrıldık. Çünkü zeminin müstakilliği ma'lum territoriya degan shu, belgilik territoriya shu mustaqillik. Hozir u yo'q. Davlatning mustaqilligi degan gap, uning egilik huquqi. U yo'q. U egilik huquq Uyg'ur millatining emas, hozir Xitoyning bo'lib. Shunga bu mustaqillikning yo'qolishining sababi faqat bizning söygümüzning özlükimiz tarafidan besilib qolganligi, kökten ayrılganlığımız, Tanrı'dan ayrılganlığımız. Endi bu mustaqillik qayta qo'lga kelish uchun nima qilishimiz kerak? Mushu musofani qayta besishimiz kerak. Aşı bu vaqtninki endi aşı seğinchi medirish kerak bizda. Şuna kökning Uyg'ur millatini barpo qilgan, Uyg'urning davlatini barpo qilgan, Uyg'urning zemini, vatanini barpo qilgan kökning söygüsü bizde medirgan vaqtida biz anandan keyin mushu sevinch bilan hicrandan chiqib visolga yetamiz. Yani kök bilen birleşimiz, Tanrımız bilen birleşimiz. Tanrımız bilen birleştik degan gap biz ölgen bo'lamiz. Özlükümüz ölü demez mi? Şuna Ahmetcan qanmaydı, Fatima qanmaydı, Merdana Hatili qanmaydı, bu yani hiç kim qanmaydı. Ölgen buludu. Ölgen degan yerden de bizde Uygurca'da ölgen degan nefs to'xtash, chilib ketish, jasad o'lish deb o'ylaydi. U o'lish emas u. O'lish degan faqat çünkü Kur'an'da mı iniq deydi, Kur'an'da mı uxlashning o'zimi o'lim deydi. Mesela Allah özlüklerini uykusunda öldürdü, uykusunda ölmegenlerini eceli öldürdü deydiğin ayet var. Demek uykunun özümü ölüm. Çünkü insan uxlagan vaqtida hakikaten ölgen oldu çünkü özü yok onun da. Lekin bedeni çok var. Hareket kıp durdu, bedellerden hücreleri hareket kıp durdu. Beden ölmeydi, ten ölmeydi. Ten digen Allah tutsa, ten digen Tanrı tutsa. Ten digen aşı bir bütünün, aşı birinin parçası tutsa bu. Keftiki yigitlardek mi ularning işleri, ular ölmeydi ular. Endi, lekin o uxlash degan özlükten ölüdü. Endi mushu özlük ölgen vaqtida, uxlagan vaqtida, ölgen vaqtida, yo'qolgan vaqtida anandan keyin biz Allohga qaytamiz. Tanrıga qaytamiz, kök qaytamiz. Shuning bilan biz
visal payda amalga oshadi. Hijron yo'qab, hijron tugab, visal bosqichiga kiramiz. Endi shuna Uyg'urchada jondan kechmaguncha jononga yetmas degan gap bor. Amaliyotda bu Uyg'ur tili buzilgandan keyingi so'z bu. Amaliyotda bu aslisi nima desa, jon emas, o'zlik. Ya'ni o'zlikdan kechmaguncha o'zidan kechmaguncha jononga yetmas degan gap. Ya'ni o'zidan kechmaguncha biz millat bo'lolmaymiz. Çünkü özümüzden keçmesek biz kök qaytanmaymiz, Tanrı'ya qaytanmaymiz. Şuna olan söygü bulmaydı bizde. Bizde söygü bulmagandıkken biz millet olmaydı bizde. Birlik olmaydı, millet olmaydı. Millet olmagandıkken bizde yine devlet olmaydı. Bizim vatan bulmaydı. Şuna bir millet Uygurlarınki mesela halkaralık münasebetlerden faydalanıp ya olmasa Uygurlar degen bir vaziyetini kütüp Yakımız Uygurlar degan stratejilik bir stratejiyenin berpa qilib, yo'l xaritasini sizib, anandaki Uygurlarning degan askarlari bo'lsa, tanklari bo'lsa, aeroplanlari bo'lsa, harbiy kuchlari bo'lsa degan gaplarning hammasidan burun mustaqillikning eng oldingi sharti bo'lgan Tanrıga qaytish, kökka qaytish, söygüge qaytish. Yani söyüş. Çünkü İncil'deki ayette söymegen Adem Tanrı'nı bilmeydi degan o'xshash. Biz endi Tanrı'nı bilishimiz uchun, kökni bilishimiz uchun, birlikni bilishimiz uchun, millatni bilishimiz uchun, davlatni, vatanni bilishimiz uchun biz oldingi shart nima desa, biz söýüşimiz gerek, söýgüni bilişimiz gerek. Mana muşu söýgü bizning mustaqilligimizning, Uyg'ur milletining mustaqilligining, davlatining egilik huquqining Uyg'urlarga qaytib kelishining, vatanining territoriyasining qayta sizilishining, barpo bo'lishining eng oldingi ochqishliq sharti. Bu shartsiz Meyli siz Müslüman bulun, Hristiyan bulun. Meyli Buddhist bulun, ateist bulun. Nemi buluşunuzdan qat'i nazarı? Dinsiz bulun, ateist bulun. Meyli siz güçlünüp gitin, acizlenip gitin. Halkaralık münasebetlerden, siyasetlerden faydalanıp gitin. Orallarınız, askerleriniz bolsun. Hiç nim kalanmaydı. Eğer ma aldığın şart olmamıza. Yani- Söygüsüz. Mustaqilligimiz mümkün emas qaytishi. Nim bo'lishini qat'i nazar. Yani eğer Kur'an'ın tili bilen aytsak, Allah'a qaytmasak, Allah bizga xalamaydı. Allah xalamaganni biz xalasakmı, u bo'lmaydi. Elbette. Bu yerda söygü şu Allah. Şu Elbette. söygüge qaytgan vaqtimizda şu söygü qildirdi. Şu Allah xalagan vaqtida anandiki bizga xalindi. Bo'lmasa biz xalaymiz, lekin Allah xalamasa, ya'ni söygü xalamasa, u yanıla bo'lmaydi. Elbette. Müçinçilikka. Şu aldı bilen biz deyimiz, Müslümanlar mı deydik, Allah halisa deyimiz, Allah halisa. Mustaqilligimiz mi? Allah halisa. Sen yaxshi gapni qilding. Mustaqilligimiz mi? Allah halisi bo'ladi. Lekin Allohning xolish qanday bo'ladi desa, shu kök halisa. Yani Yes. mundaq aytgan vaqtida biz kökti bo'lishni xohlasak. Elbette. Biz söyüşni xohlasak, biz söysek, bizde söygü bo'lsa, bizde kökning söygüsü medirsa, vücudumuzni qaplasa, şu çağda biz hammamiz, Uyg'urlarning hammamiz birlikimizni tuyimiz. Biz birkenmiz. Biz hammamiz şu birlikenmiz. Deb anandan bizde ölümden qo'rqmaydigan botirlik, qaysarlik, jasorat paydo bo'ladi. Şunun bilan biz barliq vasitalarning hammani yaxshi qo'lga olib mustaqilligimizni qayta qo'lga olamiz. Hatta bizning Uyg'ur tilimizda bir-biri deymiz.
bir deydi ekanmiz buni. Hatto ayrılgan narsalarni biz yana birlashtirib so'zlaydigan mushundaq no'sh tilimiz bor ekan. Albatta. Yani Albatta. bir-birimizni yoqmaydigan degan ismga keldi, lekin shuni davetib, u yana bir ekan, yana bir. Albatta bir. Mush birlik deganni endi Uyg'urlar bu qadar aniq qoldirib qo'yibdi ekan. to'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi paranlarda shaxsan men o'zimninki o'ylaganlarimni sendan so'ray oldim. Sen bilan yaxshi dialog ilib bora oldik. Endi mening oxirgi so'zim bizning Uyg'urlarninki shu O'g'izxon otimizga atalgan mushundaq nihoyatda jangovar shu mening qinim falastinlik degandek mushundaq anglasang ichingdan yurkingdan urg'ib chiqadigan mushundaq bir jangovar milliy marshimiz bo'lishi kerak. Şunu men muzikantlarga buni tavsiya qilma. Uyg'ur muzikantlar agar sizlar Uyg'ur millatinglarga bir to'p qo'shmoqchi bo'lsanglar, mana mushundaq bir jangovar marshni bizga ijod qilib bersanglar, bizningki shoirimiz Ahmadjon Osmon, Mardan Ahad Ali bizga shu milliy marshni yuz berdi. Bundaq milliy marsh haqiqatan odamningki qinini urg'itadi, Albatta. tumurni yashatadi. Albatta. O bizningki mundaq bir qog'oda davlat marshimizning o'rnida bo'ladi-da o'xshash. Davlat marshimizni o'rnatsa, yana davlatimizga qarshi turib deb uni gap qilmasin. Milliy ruhning, ya'ni milliy ruhningki urg'ishi. O shu jonninki kuyi. Albatta. Ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rmanlar sizlarga ko'p rahmat. Oxirgi so'zni Ahmadjonga berdik. Sana ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi boshqurding suhbatni va muhim temalarni o'tirib qo'yding. Shundaqla ko'rmanlarga ko'p rahmat. Bugungi programmamizni agar sening boshqa so'zing bo'lmasa, o'sha yerda oxirlashtiramiz. Men Qozog'istondagi ham Qirg'izistondagi mushu seningki ikki qisqa videolarni ko'rgan ko'rmanlarga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Undaq bo'lsa, hurmatli ko'raranglar, men hurmatli Fatima Sayyah xonim, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Qayta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.